Diqqat, tezkor xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga bir dona like tugmachasini bosib qoldiring. 2026-yil 1-yanvardan qonunchilikda nimalar o'zgaradi? Ozuqabop va moyli ekinlar yetishtiruvchi xo'jaliklar nasoslari uchun elektr energiyasi xarajatlarining 50% davlat byudjeti hisobidan qoplanadi. Qonunchilikka ko'ra 1-yanvardan milliy qonunchilikda quyidagi o'zgarishlar va yangiliklar kuchga kiradi. Ozuqabop va moyli ekinlar yetishtiruvchi xo'jaliklarning nasoslari uchun elektr energiyasi xo'jaliklarining 50% davlat byudjeti hisobidan qoplanadi. Ikkinchi, EXFning real vaqt rejimida tovarlarni yetkazib berishning yagona zanjiri bo'yicha QQSning hisobiga olishdan tavakkallashtiruvchi darajasiga avtomatlashtirilgan tahlil qilishning yangi tizimi joriy etiladi. Bundan tavakkalchilikning darajasi yuqori bo'lgan EXF hisobot davridan rasmiylashtirilgan elektron hisob varaqa fakturalar umumiy sonining 10% dan ko'p bo'lmasligi lozim. Uchinchi, QQSning qo'shilgan qiymat solig'ining hisobga olish qoidalari tubdan o'zgaradi. To'rtinchi, barcha tadbirkorlar hisobot.gov.uz yagona hisobot tizimi orqali 14 ta davlat organiga 105 turdagi majburiy hisobotlarni yuborishlari mumkin bo'ladi. Beshinchi, Milliy statistika qo'mitasi 2026-yil uchun 47 ta statistika hisoboti shakllarini tasdiqlaydi. Umuman olganda 2025-yilda qo'llanilgan 64 ta shakldan 17 tasi yo'q bo'lib ketadi. Ilgari rejalashtirilganidan 3 tasi ko'p shakl. 6. JSSD yoki ijtimoiy soliq to'lovchilar va fuqarolarning boshqa ayrim toifalari bepul rejali statistsion tibbiy yordam olishlari mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligining 19/06/25-yildagi 3632 sonli buyrug'i bilan davolanishi bepul bo'lgan kasalliklar ro'yxati tasdiqlandi. 7. Homiladorlik va tug'ish nafaqalari hamda kasallik varaqalari to'lash tizimini to'liq o'zgarmoqda. Ular davlat ijtimoiy sug'urtasi doirasida tayinlanadi va to'lanadi. 8. Zargarlar buyumlarini ishlab chiqarish yoki realizatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari daromadidan qat'iy nazar QTS to'lovchilar aylanishi, shuningdek, ular ma'lum shartlarga rioya qilgan holda byudjetga to'langan QTSning 80% ni qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. 9. Yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tadbirdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% miqdorda belgilanadi. 10. Tirik qoramol TIF TN kodi 0102 qo'y va echki TIF TN kodi 0104 import qilinadigan QSS to'lanishi 180 kungacha kechiktirishga yo'l qo'yiladi. 11. Davlat veterinariya xizmati nazorati ostidagi tovarlarni O'zbekiston hududiga olib kirishdan veterinariya ruxsatnomasi va sertifikati 2 barobar qisqartirilgan muddatda belgilanadi. 12. Chorvachilik mahsulotlari yetishtiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarga ozuqabop ekinlar yetishtirish uchun yer uchastkalari ijaraga olish huquqini olganlik uchun haqida 5 yil mobaynida teng ulushlarga to'lashga ruxsat etiladi. 13. Tarixiy va madaniy meros obyektlarining zilzilabardoshligi monitoringi joriy etiladi. Birinchi bosqichda mamlakatning turizm salohiyatlarini namoyish etuvchi obyektlar, jumladan Samarqanddagi Registon majmuasi, Buxorodagi Davro'zaxon, Ichan Qala majmualari monitoring o'tkaziladi. 14. Respublikaning tog'li hududlarida kesib o'tuvchi A373 va M39 avtomobil yo'llari va ularga tutash temir yo'llarida ko'chki sodir bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan hududlarda doimiy radioloksion kosmik monitoring qilib boriladi.
15. Seysmik xavfi yuqori bo'lgan hududlarda kuchli zilzilalarni sun'iy intellekt yordamida o'rta va uzoq muddatli prognoza qilish yo'lga qo'yilmoqda. Birinchi bosqichda Toshkent shahri tajribasi asosida tashkil etiladi. 16. Fuqarolarning ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha murojaatlari, oilalar va aholi bo'yicha ma'lumotlarni yuritish raqamli mahalla platformasi orqali amalga oshiriladi. Buning uchun mahallalarning markazlashgan reyestri ishga tushiriladi. 17. Xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha vaqtincha ro'yxatga olish 1 yilgacha bo'lgan muddat (YDX) orqali amalga oshiriladi, deyiladi xabarda.